kelin. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Bu yoqqa keling. Xo'p, hozir. Sizlar borib kiyiminglarni almashtirib turinglar, hozir boraman. Oyijon. O'tiring. Keldingizmi? Keldim oyijon, keldim. Kelardingiz-da? Ha? Qovog'ingizdan qor yog'ilyapti. Biror nima bo'ldimi? Yo akangiz yana biror gap o'rgatib yubordimi? Ha? Yo'q, oyijon, unaqa deysiz. Agar ishlashim to'g'risida gapirmoqchi bo'lsangiz, akam hech narsa deganlari yo'q. O'zim ishlash xohlagandim. Bolalarga, keyin kamuk kostyumga yaraydimi deb shunga. Menga qarang. Sizga o'zi nima yetishmayapti-a? Nima yetishmayapti? Uy bo'lsa bor, joy bo'lsa bor, yeyar ichar bor, kiyish bor. Eringiz pul jo'natib turibdi. Yana nima kerak sizga bundan ortiq? Ha? Oyijon, men pul uchun emas,